Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Rossiya Donbassdagi yana bir muhim shaharni egallagan. Nimalar ma'lum? Makron: Ukrainaning taslim bo'lishi na AQSh na Yevropa ittifoqi uchun foydali emas. KXDR sosiskali sho'rva uchun odamlarni lagerlarga yuborishni boshladi. OAV. Suriya hukumati kurdlardan qurollarini tashlashni talab qildi. OAV. Sharqiy Afrika yorig'i olimlar kutganidan tezroq kengaymoqda. Tramp Kanadaga yana eski taklifini berdi. Tibetda kuchli zilzila, 30 dan ortiq odam halok bo'ldi. Rossiya Donbassdagi yana bir muhim shaharni egallagan. Nimalar ma'lum? Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi Rossiya qo'shini Ukrainaning Donetsk oblasidagi mudofaasi uchun muhim hisoblangan Kuraxova shahri egallab olinganini ma'lum qildi. Ushbu aholi yashash manzili uchun janglar qariyb 4 oy davom etdi. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatilgan. Rossiya harbiy irodasi Kuraxovani Ukraina qurolli kuchlarining jami 15 ming harbiy xizmatchisidan iborat 26 ta batalyoni mudofaa qilganini qo'shimcha qilgan. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi esa Kuraxova boy berilganini tasdiqlamayapti. Ukraina KK bosh shtabi dushanba kuni ertalab bergan hisobotida o'tgan bir kun davomida bu yo'nalishda raqibning 27 ta hujumi qaytarilgani aytilgan. BBC Ukraina xizmatining Xartitsa operativ strategik qo'shinlar guruhidagi suhbatdoshlari ham bir necha kun oldin Rossiya tomonining Kuraxova to'liq egallangani to'g'risidagi bayonotlari yolg'on ekanini ma'lum qilgandi. Manbalar Ukraina mudofaa kuchlari hali ham shaharning g'arbiy qismidagi pozitsiyalarini ushlab turganini aytishgandi. Keng ko'lamli urushga qadar Kuraxova shahrida 18 ming atrofida odam yashagan. U Donbass janubidagi muhim sanoat markazi hisoblangan. Zaporojye-Donetsk trassasida joylashgani tufayli ushbu aholi yashash punkti Ukraina qo'shini Marinka, Uxladar va Krasnoxorovka uchun janglar olib borganida ular uchun muhim logistik hab vazifasini o'tagan. Ammo 2024-yil mobaynida Rossiya armiyasi og'ir janglar natijasida ukrainlarning ushbu shaharlar atrofidagi mudofaasini yorib o'tdi va ularni okkupatsiya qildi. Bu Rossiya qo'shiniga Kuraxovaga bir vaqtning o'zida janub, sharq va shimol tomonidan yaqinlashib kelishga imkon berdi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lum vaqt amalda yarim qurshov holatida pozitsiyalarni ushlab turishga to'g'ri keldi. So'nggi kunlarda eng shiddatli janglar shaharning g'arbiy chekkasidagi Kuraxova, IS va quvur zavodi joylashgan sanoat zonasida bo'lib o'tayotgandi. Ushbu uchastkalar hozirgacha Ukraina qo'shini nazoratida qolayotgandi. Ukrainalik harbiy sharhlovchi Konstantin Mashevets 3-yanvar kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari amalda Kuraxovani tark etgani haqida yozgandi. Menga ma'lum bo'lishicha, so'nggi bir necha kun ichida Ukraina qurolli kuchlarining ilg'or bo'linmalari Kuraxova IS hududidan to'liq olib chiqilgan va shu tariqa Kuraxova mudofaasi amalda yakunlangan deya yozadi sharhlovchi. Makron: Ukrainaning taslim bo'lishi na AQSh na Yevropa ittifoqi uchun foydali emas. Fransiya elchilariga qilgan murojaatida Emmanuel Makron Rossiya va Ukraina to'g'risidagi urushga tez va oson yechim bo'lmasligini ta'kidladi. Rossiya tajovuzidan o'zini himoya qilayotgan Ukrainaning taslim bo'lishi na AQShga na Yevropaga foydali bo'ladi. Bunday bahoni Fransiya prezidenti Makron 6-yanvar dushanba kuni Fransiya elchilariga qilgan murojaatida bildirdi. Shu bilan birga AQShning saylangan prezidenti Trampning Ukrainadagi urushni 24 soat ichida tugatishi mumkinligi haqidagi bayonotini eslatib, Fransiya davlat rahbari Ukrainada tez va oson yechim bo'lmaydi dedi. Amerikaning yangi prezidentining o'zi Ukraina mag'lub bo'lsa, Qo'shma Shtatlarning g'alaba qozonish imkoniyati yo'qligini biladi va Ukrainaning taslim bo'lishi na yevropaliklar na amerikaliklar uchun foydali bo'lishi mumkin emas deya qo'shimcha qildi u. Fransiyaning RFI media kompaniyasi o'z saytida Makronning so'zlarini keltirdi. Makronning fikricha, agar Ukrainaning g'arb ittifoqchilari bu mojarodan charchagani uchun murosaga rozi bo'lsa, g'arbning obro'siga putur yetkaziladi. Ayni paytda ukrainaliklar hududiy masalalar bo'yicha real munozaralar olib borishlari kerak deya ogohlantirdi Makron. KXDR sosiskali sho'rva uchun odamlarni lagerlarga yuborishni boshladi. OAV.
Mashhur ovqat g'oyaviy dushman Janubiy Koreyada ixtiro qilingani uchun qora ro'yxatga kiritilgani ta'kidlanmoqda. Shimoliy Koreyada kelib chiqishi Janubiy Koreyadan bo'lgan buday jigi tayyorlash taqiqlandi. Buday jigi Janubiy Koreyada ixtiro qilingan va juda mashhur bo'lgan sosiskali go'shtli va no'xatli achchiq lag'mon. 2017-yilda bu sho'rva Shimoliy Koreyaga kirib bordi va tezda mashhur bo'ldi. Biroq 2024-yilda Pxenyan buday jigini Janubiy Koreyadan kelib chiqqanligi sababli tayyorlashni taqiqladi. Uni ko'chada sotayotgan yoki uyda pishirgan har bir kishi mehnat lageriga tushib qolish tahdidi ostida qoladi. Bozorda buday jigi sotilishi to'xtatildi. Politsiya va bozor ma'muriyati sho'rvani sotayotganda qo'lga tushganlar yopilishini aytdi, dedi sotuvchi ayol. Shimoliy koreyaliklar dunyoning qolgan qismida ruhan berilgan boshqa narsalar uchun ham jazolanishi mumkin. Masalan, yaqinda rasmiylar mamlakatda nikohdan ajrashish uchun qo'llanadigan jazoni sezilarli darajada kuchaytirgan. Jumladan ajrashish to'g'risida ariza berilgandan so'ng er-xotin 1 oydan 6 oygacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Men Kim Jong-suk okrugi xalq sudiga bordim. U yerda 12 oila ajrashishi to'g'risida qaror qabul qilindi. Hukm chiqarilganidan so'ng ular darhol tuman mehnat lageriga o'tkazildi, dedi o'z ismini oshkor qilishni istamagan Yangan viloyatida yashovchi fuqaro. Suriya hukumati kurdlardan qurollarni tashlashni talab qildi. Kadrlar qurol-yarog' tashlash evaziga Suriyaning yangi armiyasi tarkibida kamida bitta armiya korpusi yoki diviziyasini tashkil etish, shuningdek mamlakat shimolidagi neft konlarini teng taqsimlashni istamoqda. Suriyaning yangi hukumati mamlakat shimolida joylashgan kurd qo'shinlaridan qurollarni zudlik bilan so'zsiz tashlashni talab qildi, deb xabar berdi Turkiyaning Hurriyet nashriga tayanib TASS. Qayd qilinishicha, Kurdiston ishchilar partiyasining Suriyadagi bo'limi vakillari Damashqda Suriyaning yangi hukumati bilan uchrashgan. Nashrning yozishicha, kurd tomoni qurol-yarog' tashlash evaziga Suriyaning yangi armiyasi tarkibida kamida bitta armiya korpusi yoki diviziyasini tashkil etish, shuningdek mamlakat shimolidagi neft konlarini teng taqsimlashni taklif qilgan. Biroq yangi hokimiyat bu masalani muhokama qilishni ham istamay, kip oldidagi qurolni so'zsiz tashlash shartini qo'ygan. Sharqiy Afrika yorig'i olimlar kutganidan tezroq kengaymoqda. Afrika 3200 kilometrdan ortiq uzunlikdagi yoriq bo'ylab ikkiga bo'linishi va bu kutilganidan ham tezroq sodir bo'lishi mumkin, deb yozadi Bild nashri. Buning sababi tektonik plitalarning siljishidir. Ushbu jarayonning dastlabki belgilari 2005-yilda aniqlangan. O'shanda Efiopiyada 50 kilometrdan ortiq yoriq kuzatilgan. 2018-yilda Keniyada ham yer yorilishi yuz bergan. Hozirda ushbu hodisaning oqibatlarini sirtdan ko'rish mumkin. Yaqin vaqtgacha geologlar Afrikaning ikki qismga bo'linishi uchun 5-10 million yil kerak deb hisoblashgan. Biroq so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu ancha oldin sodir bo'lishi taxmin qilinmoqda. Tulan universitetiga fizigi Sintiya Ebinger shunday dedi: Biz prognozni 1 million yilga qisqartirdik. Ehtimol bu vaqtning yarmi kerak bo'ladi. Yoriq yiliga 0.8-2,5 sm ga o'sib bormoqda, ammo bu jarayon zilzilalar bilan tezlashishi mumkin. Bu esa aniq prognoz qilishni qiyinlashtiradi. Mutaxassislarga ko'ra, oxir-oqibat Somali, Efiopiya, Tanzaniya va Keniyaning yarmi Afrika qirg'oqlari yaqinidan ulkan orol hosil qiladi. Olimlar tomonidan tektonik plitalarning ko'chish mexanizmlari, yangi geologik tuzilmalarning hosil bo'lishi va bu jarayonlarning atrof muhitga ta'sirini tadqiq etishmoqda. Bo'lingan Afrika qit'a xaritasini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Yer qobig'ining yorilishi mahalliy flora, fauna va suv resurslariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu hodisalar Atlantika okeani shakllanishining dastlabki bosqichlariga o'xshab, olimlarga yerning o'tmishini o'rganish va sayyoradagi kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qilish uchun qimmatli materiallar taqdim etadi, deyiladi xabarda. Trump Kanadaga yana eski taklifni berdi. AQShning saylangan prezidenti Trump Kanadaning AQSh bilan birlashishi haqidagi taklifini yana bir bor takrorladi. Bu haqda 6-yanvar kuni o'zining Trust Social sahifasida yozdi. Agar Kanada AQSh bilan birlashsa, hech qanday tariflar bo'lmaydi, soliqlar sezilarli darajada kamayadi va ular doimo o'zlarini o'rab turgan Rossiya va Xitoy kemalari tahdididan butunlay himoyalangan bo'lar edi. Birgalikda bu qanday buyuk davlat bo'lar edi, deb yozdi Oq uyning bo'lajak rahbari. Shu o'rinda Trump Kanada bosh vaziri Justin Trudeauning bir necha soat oldin qilingan iste'fosi haqidagi bayonotiga javob qaytardi. Kanadada ko'plab odamlar 51-shtat bo'lishni yaxshi ko'radi. Qo'shma Shtatlar Kanadaning o'zini saqlab qolish uchun zarur bo'lgan yirik savdo kamomadi va subsidiyalarga endi toqat qila olmaydi. Justin Trudeau buni bilib iste'foga chiqdi, deyiladi uning postida. Tibetda kuchli zilzila, 30 dan ortiq odam halok bo'ldi.
Xitoy tarkibidagi Tibet avtonom hududida kuchli zilzila qayd etildi. Bu haqda Xitoy vahsh geologiya xizmatlariga tanib Al Jazeera xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, zilzila Shigatsa shahrida yuz bergan. Uning silkinishlari yuzlab kilometr uzoqlikdagi Nepalda ham sezilgan. Xitoy zilzila tarmoqlari markazi mahalliy vaqt bilan soat 9:05 da 10 kilometr chuqurlikda 6.8 balli zilzilani qayd etgan. AQSh geologiya xizmati esa zilzila kuchini 7.1 magnituda deb baholagan. Hodisa oqibatida 32 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Qurbonlar soni ortishi mumkin. 6.8 magnitudali zilzila kuchli hisoblanadi va jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Xitoyning janubi-g'arbiy qismlarida tez-tez zilzila kuzatiladi. 2008-yilda Sichuan provinsiyasida sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida 70 mingga yaqin kishi halok bo'lgan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.